Dizaynerlik yo'nalishi bor institutlarni o'quvchilarimiz birin-ketin egallashmoqda. Natijani ko'rib o'zim hayronman. Navbatdagi natijamiz Samarqand davlat texnika universiteti, ya'ni dizaynerlik yo'nalishi. 4 oy davomida biz bilan tayyorlanib, onlayn o'quvchimiz Dilshoda ijodiy imtihondan yuqori ballni qayd etib, institut talabasi bo'ldilar desa ham bo'ladi. Hozirda biz grantga da'vogarmiz. O'quvchimizdan xabar keldi. Assalomu alaykum ustoz, natija chiqdi. 93 balli sistemadan 88 olganlar, ya'ni libosdan. 63 balli sistemadan 60 ball olganlar. Bu chizma tasvirdan. Bergan bilimlaringizga rozi bo'ling. Kattakon rahmat deganlar. 4 oy sizda o'qidim, imtihonga kirganlarning ichida eng yuqori natijalardan birini oldim. Xudo xolasa ishonchingizni oqlayman debdilar. Oqladilar. Men juda ham xursandman siz uchun. Yana ham omadingizni bersin, yaxshi natijalar bilan birga живой ko'rishish nasib qilsin. Mana shunaqa xabarlar biz uchun eng katta mukofot. Dilshoda sizni Ozodaxon dizaynerlik kursi bu natijalaringiz bilan tabriklaydi. Aynan bizani kursni tanlab, ishonch bildirganingiz uchun rahmat sizga, ota-onangizga. Sizga talabalik hayotidan ulkan zafarlar, ijodiy yuksalish va yorqin kelajakka tilab qolamiz. Siz ham dizaynerlik institutiga kirishni maqsad qilgan bo'lsangiz, hozirdan tayyorgarlikka boshlang. Hammaga o'quvchimiz kabi natijalar nasib qilsin. Dizaynerlik kursiga yozilish uchun adminga murojaat qiling.